Assalomu alaykum Eldor aka. Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Sog'lik, yaxshimi? Rahmat Yaxshimisizlar? aka. Mana shu uy sotiladigan uy. Bo'ldi, sotamiz aka. Tezroq sotish kerak faqat. Xo'p. Qaynatib chiqing, ko'raylik. Yuring. Aka, uy zo'r, lekin mahalla tuzor, chetroq joylarda aka. Sotilishi ancha qiyin bo'ladi bu yerda. Ukam, tezroq sotinglar, o'zim rozi qilaman. Tushundim aka. Eldor, yaxshimisan? Tinchlikmi? Tinchlik. Uy sotyapman. Ota hovling-ku sotib nima qilasan? Chet bu yerda yashagim kelmayapti bu yerda. Sentrga chiqgim kelyapti. Sentrda yashagim kelyapti. Qara o'rtoq lekin xato ish qilyapsan. Yana bitta o'ylab ko'r bu ishingni. Jamshid, aql o'rgatmagan, o'zim bilaman nima qilayotganimni. Ey Eldor, yaxshimisan o'rtoq? Yaxshimisan? Mana shu yerda yashayapsanmi? Ha, shu yerda yashayapman. Sen hali ham shu eski hovlingda yashayapsan? Ha, shu mahallada yashayapman. Sal ishlarim ko'proq edi o'rtoq. Keyin gaplasharmiz. Mayli. Salomat bo'l. Hamma ishingni yig'ishtir, men aytgan ishni hal qil, top yeritigidan bo'lsa ham. Meni ko'nglimga hech narsa sig'mayapti hozir. Men aytgan ishni hal qilginsan. Jamshid, yaxshimisan o'rtoq? Salomatmisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi keldingmi o'rtoq? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Qalay bo'lyapti endi bizneslar? O'rtoq. Hammasi yaxshi. Bizneslarim ham yaxshi, ishlarim ham yaxshi. Yashash sharoitim ham zo'r o'rtoq. Lekin halovatim yo'q. Nima bo'ldi? Tinchlikmi o'zi? Seni aytganingni qilsam bo'lar ekan. Senga quloq solmay yomon ahvolga qilib qo'ydim. O'zimcha sentrga ko'chib oldim. Chiroyli ketyapti hammasi, boshida bilinmadi. Endi hozir halovat yo'q, ota hovlimni sotib yomon katta ahmoqlik qilib qo'ygan ekanman. O'sha hovliga yana qaytib borgim kelyapti o'rtoq. O'sha hovlida yashagim kelyapti. Hop, qaytib borib sotib ol bo'lmasam. Uyga makler orqali sotganman. Uyga borsam, hech kim yashamayapti. Makler sotgan odamni topib bera olmayapti. Shu uyni qaytara olish uchun nimalar qilmadim, lekin iloji bo'lmayapti. To'g'risini aytsam, ash qilganimdan shunaqa pushaymonman lekin. Tushundim men seni. Yur menikiga mehmonga. O'rtoq? Meni uyingga mehmonga chaqiruvding. Nima bu meni ota hovlimga olib kelding? Bir kun kelib pushaymon bo'lishingni men bilardim. Shuning uchun hovlingni men sotib olganman oldin. Aka, tuzorning hovli bo'yicha siz telefon qildingiz menga? Men bilan gaplashgan edingiz. O'sha hovlini men sotib olmoqchiman sizdan. Xo'p. Faqat sizga bitta shartim bor. Uying o'zingga buyursin. Qaytarib ol uyingni.